Janobi payg'ambarimiz bir kun nogoh qabriston yonidan o'tardi, asboblar hamroh. Shu payt qabriston to'ridan bir faryod keldi, yurakni ezguvchi achchiq dod keldi. Dod emas, hasratli bir nolish edi. Har biri jon olib jon berish edi. Shunda payg'ambarimiz Alloh dargohidan ijozat so'rdilar va so'ngra u mayitni so'roqqa soldilar. Ayt, to'kdingmi muslim qonin? Shoshib dedi, yo'q, o'g'ritmaydi mushaning jonin. Demak, kun ko'rgansan luqmai haromdan. Yo'q, hazar qilganman makri to'ndan. Ey voh, zinamidi gunohing sana? Yo'q, halol edi nikohim mana. Unda nega shuncha azobdir? Qaysi aybing uchun shuncha g'azobdir? Bir gunoh bir umr qilgan savobga. Og'ir betob edim, to'shakda yotardim istirhom oshib. Yonimda volidam girgitton edi. Suv desam jon tutib mehribon edi. Toki jonim chiqarga yetganda fursat, dedim, ey Azroil joyimni ko'rsat. Ro'y bo'lganida qilgan mehnatim, nasib etganda jannatdan joyim. Bu xabardan bexabar onam o'lmagin bo'lam deb meni dam-badam yuzimdan, ko'zimdan o'pardi biryon. Men bunday qaytishni onamdan bildim. Qaytarmang deb u zotning qo'liga urdim. Shunda bekor bo'ldi butkul toatim, tunlar bedor qilgan ming tilovatim. Menga aslo inoyat bo'lmas, onamdan o'zgadan xabar bo'lmas. Bunday javob tinglab payg'ambarimiz dedilar, volidasini izlab topinglar. Onaga ahvolni ayon qildilar. Ona kechirdim deya duo qildilar. Shunda qabrdagi faryod ham tindi. U mayitga jannat nasib qilindi. Rasul akromdan nurli hidoyat, onalar oyog'i ostida jannat. Baxtimizga onalarimiz sog' bo'lsinlar. Dunyo turuncha qiling onajonim, sog' bo'ling. Uyingizda yaxshi kunlar bo'lsin. To'ylar bo'lsin. Qancha vaqtimiz qoldi?